Xolamning qizi. Nomi boshqa bo'lsa ham, ota-onamiz boshqa bo'lsa ham, lekin mehrimiz juda bir xil. U men uchun shunchaki qarindosh emas. Bolaligimning xotirasi, kulgu va ko'z yoshlarim guvohi. Ham opam, ham singlim, ham eng yaqin dugonam. Birga kulgan kunlarimiz, birga yig'lagan paytlarimiz ham bo'ldi. Vaqt o'tdi, har kim o'z yo'lidan ketdi. Lekin ichimizdagi yaqinlik hech qayerga ketmadi. Hayot hammamizni o'zgartiradi, lekin ayrim insonlar bor, ular vaqt o'tsa ham begonalashmaydi. Xolamning qizi aynan shunday insonlarimdan biri. Ba'zi yaqinliklar familiya bilan emas, birga o'sgan qalblar bilan o'lchanadi.